biz har kuni yashayapmiz-ku. Har kuni yashaganda masalan bir narsa qilishimiz kerak. Ertaga indin 5-10 minut jonimiz uzilishiga qoladigan vaqt keladi. Hammamizda keladi. Tug'ilgan odam hammasi o'ladi. Shu vaqtda attang, afsus, nega unda yashamadim, bunda yashadim degan afsus bo'lmaslik kerak. To'g'rimi? Bo'lmaslik uchun nima qilish kerak? Nima kelganini anglash kerak. Yo'q, shu. Olishdan to'xtamaslik kerak. Men o'zimga o'zim shunaqa savol berdim-da. Ertaga afsus bo'lmaslik uchun nima qilishim kerak dedim. Tak, unda shunday yashash kerak edi. Qanday yashash kerak dedim. Qanday yashash to'g'ri ekanligini bilish uchun dedim. Yashashdan maqsad nima degan savolga javob topish kerak dedim. To'g'ri? Shundagina odam maqsad qo'ya biladi. Yashashdan maqsad nima degan savolni javob topsak, undan keyin shunga qarab bizlar maqsad qo'ya olamiz hayotimizda. Yashashdan maqsad nima? Boylik orttirish. Ha? Unaqa Zulqarnay kim edi? Iskandar Zulqarnay yer yuzini почти bosib oldi. Ha? Lekin o'layotganida qo'llarimni ochiq chiqib tursin dedi, hammasi ko'rsin. Eng boy odam ketyapti bo'sh qo'li bilan. Ya'ni u nima degan? Oxirida ozgina bo'lsa ham kallashi ishlab qoldi. Menga deganda o'zini boyagi ambitsiyalari, "Voh, shunaqa qilaman" degan narsasi erishdida hammasi bir tiyin bo'ldi. Lekin shunga erishaman deb qancha odam o'lib ketdi. Qancha shaharlar, davlatlar vayron bo'ldi. Qancha bolalar yetim qoldi. To'g'rimi, yo'qmi? Nima deb? Bitta shunaqasi deb xohishdi. Shuning uchun o'sha oxirgi yurishiga ketishdan oldin bunaqa Zulqarnay, kim edi? Iskandar Zulqarnay so'ragan ekan ustozidan. Ustozi Aristotel bo'lgan. Men Hindistonga ketyapman yurish qilib, sizga qanday sovg'a keltiray degan. Shunda ustozi aytgan ekan, menga bir naqani olib kel degan ekan, sanyasinni olib kel degan. Sanyasin bizlarning tilimizda avliyo degan. Hindlarda sanyasin derkan. Menga shuni olib kel derkan. Men ko'p eshitganmanlar ular haqida, bir suhbat qilmoqchiman. Menga qiziq bu odamlar degan. Aristotel naqa bo'lgan, aqlni uchiga chiqqan bo'lgan. Naqalar, nima deydi? Avliyolar u qalbni uchiga chiqqan. Keyin borib o'sha qaytaman deganida esiga tushdi-da, aytdi, menga debdi Hindistonning eng zo'r sanyasini topinglar debdi. Bitta lashkar boshi aytibdi. Men o'sha yerdan eshitdim, uzoq emas bir odam bor ekan, juda hurmati baland ekan, Hindistonda deyarli birinchi ekan debdi. Bo'lmasa borib ayting, men shunaqa ustozimga va'da berganman, uni olib ketaman, taklif qilib, u yoqqa olib ketaman debdi. Keyin ikkita odam bo'lib borishibdi, boyagini qidirib topishibdi. Topsa, u sanyasin qip yalang'och tizagacha suvga kirib, baliq tutayotgan ekan. "Bu sizmi?" debdi. "Ha" debdi. Bular hayron. Bular hammasi ustlarida har xil kiyimlar, bunaqalar, shitlarda endi o'zlaricha otlari dahshat. Hindistonning manman degan odam qip yalang'och baliq tutyapti-da. Keyin hayron bo'libdi, aytdi, shunaqa bizlarni Zulqarnayning o'zi chaqiryapti sizni. Biz olib ketar ekan naqaga, Gretsiyaga, Rimga. Siz ustoz bilan gaplashar ekansiz deysiz. Ular o'ylagan, "Voh!" deyish kerak bo'lganda, ular naqasi bo'yicha. U aytgan, "Yo'q, kechirasizlar" degan. "U men bormayman, men xohishim yo'q" degan. Shahri chiqib ketganda, "Qanday bizlar naqamizni gapini qaytarasan" deb shunday naqa ko'targanda qilichini. Keyin o'ylagan, "Hozir buni chopsam, meni boshim ketadi" degan. Keyin tegilmaganda borgan, qaytib borishgan. Shunda qaraganda aytgan. So'zma-so'z aytinglar degan. So'zma-so'z gapini aytgan, jahli chiqib ketgan. Shart otga o'tirib kelgan, o'zi kelgan.
zo'rg'a tiyib, shunaqa ustozimga va'da bergandim. Bizlarni mehmonimiz bo'lsangiz, olib ketsam sizni degan ekan. Bu sani va'dang, meniki emas-ku debdi. Men bu yerda prichom debdi. Men bormayman debdi. Jahri chiqib ketdi, shunday qilchini ko'tarib, boshingni olib tashlayman debdi. To'g'ri debdi. Hozir boshim chopishi mumkin debdi. Va boshim dumalab yerda ketadi debdi. Uzilib tushgandan keyin debdi. Lekin aytchi debdi. Nima o'zgardi debdi. Sen olib keta bildingmi debdi. Qarang. Sen uzib tashlaysan, mayli debdi. No, meni olib ketamadingmi debdi. Men kim bo'lsang ham debdi. Bu tarixiy bo'lgan narsa ekan. Bilasizlar, unaqa odamlar yurganda har doim yonida yurib tarixni yozadiganlar bo'ladi, yonida pisarlar yurishadi. Shu yozilgan ekan. Buni olib ketolmagan, kuchi yetmagan. Boshqa bittasini olib ketgan ekan. Lekin shu boshqa bittasi ham aytgan ekan, sen uyinggacha yetib bora olmaysan degan ekan. Haqiqatan uyigacha qaytib Rimgacha kela olmasa yo'lda o'lgan u. Endi qarangda. Moddiy dunyoning podshohi bo'lgan qalb ilmining podshohini oldida yosh bolada hech narsa qila olmaydi. Yana qaytaraman. Moddiy dunyoning podshohi va Zulqarnayn. Mana bu oddiy qip yalang'och odam oldida hech kim emas. Chunki u qalb ilmini egallagan.